Baraka topkunlar, pampers ishlaturmalaring, kesib tashlayman pamperslaringni. Pampers ishlatmaslik uchun 3 sabab. 3-sabab sizlarni shokka keltiradi. Birinchi sabab, bolalarda ham, qizlarda ham pampersni ko'p taqish oqibatida har xil dermatit toshmalar toshishi aniq. Ikkinchi sabab, qizlarda kanalning yaqinligi sababli macha va qondan chiqadigan bakteriyalar o'tishi oqibatida sistit kasalligiga uchrash xavfi juda ham yuqori. Uchinchi sabab, bu juda ham muhim jihati hisoblanadi. O'g'il bolalarda pampersni ko'p taqishi, ayniqsa issiq kunlarda ko'p taqishi tuxumdonning me'yoriy gradusdan ko'tarilib ketishi oqibatida kelajakda bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Baraka topkur erkaklar, tez ushbu videoni ayollarga tashlab qo'yinglar. Pampersni kamroq taqsan yoki-da yaqinda ota bo'ladigan erkaklar tez ayollarga tashlab qo'yinglar. Bu ma'lumotni bilib qo'ygani sizlar va o'zi uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, menga obuna bo'lishni unutmanglar.